Norin tumanidagi muhim arxeologik obyekt ochiq osmon ostidagi muzeyga aylanadi. Namangan viloyatining Norin tumani hududida joylashgan Uchtepa 2 arxeologiya obyekti konservatsiya qilindi. Tumanda turizmni rivojlantirish, muqaddas qadamjolar va ziyoratgohlarni obod qilish bo'yicha muayyan ishlarga kirishildi. Hozirda Uchtepa buloqmozor majmuasi arxeologik yodgorliklarni o'rganish va ularni Moviy osmon ostidagi muzeyga aylantirish davlat ilmiy-texnika dasturlari olib borilyapti. Asrlar davomida sho'r va nam ta'sirida nurab ketgan devor va madaniy qatlam qorishmalarda favqulodda noyob, jahon turistlarining diqqat-e'tiborini o'ziga tortuvchi otashparastlik diniy e'tiqodi bilan bog'liq topilmalar chiqdi va ushbu hudud otashparastlik ibodatxonasi ekani o'z tasdig'ini topdi. Qayd etish joizki, mazkur manzilgohni akademik tarixchi olim Ahmadali Asqarov ochib o'rgangan va bu yerda bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, Uchtepa 2 o'rnida qadimda Haylam shahri otashparastlar ibodatxonasi joylashgani aniqlandi. Ibodatxona milodiy 7-8 asrlarga qadar mavjud bo'lgan. Qazishma ishlari vaqtida rohib va rohibalarga tegishli suyak qoldiqlari, 50 dan ortiq o'choq izlari hamda sopol idish siniqlari topildi. Uchtepa 2 obyektida o'tkazilgan arxeologik tadqiqotlar ibodatxona yong'in oqibatida vayron bo'lganini ko'rsatdi. Ruhoniylarga tegishli ekani taxmin qilayotgan jasad qoldiqlarida esa o'tkir tig'li qurol bilan yetkazilgan zarba izlari topildi. Ushbu topilmalar va yong'in izlari ibodatxonada jang olib borilganligini ko'rsatib turibdi. Mazkur tarixiy obyekt kelajak avlodga yetib borishi maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi bilan hamkorlikda Uchtepa 2 arxeologiya obyekti konservatsiya qilindi. Ushbu joyning devor va tom qismlari issiq va sovuqdan saqlash uchun izolyatsiya olib borilishi va obyektda doimiy bir xil haroratni saqlash maqsadida sovutish va isitish uskunalari o'rnatish choralari ko'rilmoqda. Olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlar sohani yangi ilmiy ma'lumotlar bilan boyitish, vatanimiz qadim o'tmishini asosli tarzda yoritish, respublikamizda ichki va xalqaro turizmni rivojlantirishga qaratilgan.